Akalar bizni hurmat qilib Surxondaryoga olib ketganimda yaqinga kelishgan. Hozir o'zlari bilan suhbatlashamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' salomat, charchamay. Sog'lik. Xo'p, aka, mahsulotlardan olib keldingiz eskilaridan. Gap yo'q, sog' bo'lsin. Akamiz eski shopir akalar, baqabda usta zakaz berishgan, olib kelib bering deb. Ha, usta zakaz bering. Shu usta akaga berib yuboramiz, zamin qilib beramiz, birgalikda olamiz. Ketdi aka. Qo'yamiz. Akamizga mana kerak korpuslar tayyor qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana yangi so'mkaga solib, chiroyli qilib beramiz. Akalar shundan zakaz kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. 12 viloyatga dastavkamiz bor. Kech soat 12:30 da berib yuboryapmiz. Joninglar sog' bo'lsin. Videoga like bosib, Damas'chi va ustalarga jo'natib qo'yamiz.